قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda hammamizning qilgan ibodatlarini o'z dargohida qabul qilsin. Dualarını icabat kılsın. Allah Teala hammalarını selamet ve hatırcam kılsın. Bugün biz Allah'ın izniyle A'la suresinin 14. ve 15. ayet-i kerimelerinin tefsirini kısaca bayan kılımız. Allah Teala ötken hafta okugan ayet-i kerimelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Kur'an-ı Kerim bilen insanlarga nasihat kılışını, insanlarga ahiretini esletişini, insanlarını Allah Teala'ya iman keltirişke çakırışını buyurgan ve bu buyrukka, bu çakırıkka kabul kılmagan ve bunun kaçkan bu Allah Teala'nın ki çakırıkını iman keltiriş davetini kabul kılmaganlarının ki bedbaxt bo'lganligi, ahirette do'zaxga kiradiganligi, do'zaxda qattiq azaplanadigan, ya ölüp qutulanmaydigan, ya hayat yaşayamaydigan shundoq ig'ir azobga duchor bo'lganligini bayon qilgan edi. Bugün okuyduğun ayet-i kerimelerde Allah Teala aşularınınki aksice Allah Teala'nın ve Resulullah'ın davetini kabul kılıp Allah'a iman keltirgen, Allah Teala'ya yaxşı amellerini kılış bilen itaat kılgan kişilerinki nicatlıkka erişilganlıkını bayan kıldı. Estaizu billah. قد أفلح من تزكى. Hakikaten çokum nicatlıkka erişti. Men tezekka, özünü paklagan kişi. Yani özünü küfredin, Allah'a şirk keltiriştin, her türlü naçar kılık, yaman ahlak, bad kılıklardan özünü paklagan. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üretken güzel ahlaklar bilen özünü bizigen, Allah Teala'ya itaat kılış arkalık her türlü günah masiyetlerden özünü paklagan muşundak kişiler nicat taptı. Yani özününki arzu armallarına, muradıga yetti değil. Bu yerde nicat tepiş dünyada her türlü kıyınçılıklardan Allah Teala onu asallık bildi. En mühimi ahirette dözaktın nicat tepiş, dözakka kirip ketiştin, dözaktın azabıdın kutuluş. Cennette Allah Teala'dan tilgen, Allah Teala'dan arzu kılgan barlık yaxşılıklarga, âli nimetlerge, faziletlerge erişiş diyen oldu. Allah Teala'nın çakırıkını kabul kılıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatlerini kabul kılıp, muşu Kur'an'ını yaxşı anlap, Kur'an'da buyurulgan yaxşı işlerini kılgan, yaman işlerden yangan kişiler mana şu baxt saadetke erişidi deydi. Hem de bu özüne her türlü yaman kılıklardan,
şirklerden, küfürlükten, günah masiyetlerden paklıgan kişiler onun ornuğa yaxşılık bilen dolduruş gerek. Bu qiladigan ishlarning qaysi ishni qildi desa, va zakara isma rabbihi fasalla, va o nijotlikqa erishadigan, o'zini poklagan zotlar Rabbining ismini zikr qildi. Ya'ni Alloh taolaning ulug'ligini, Alloh taolaning butkul alemning Rabbi ekanligini, yaratquchisi ekanligini, egisi ekanligini, Alloh taolaning sansız sanoqsiz ne'matlarni berib turadiganligini aslab, chin qalbidan Alloh taolaga hurmat bildirdi. Alloh taolani shundoq ulug'laydi. Alloh taolani chin qalbidan so'ydi. O'zininki shundoq ojiz banda ekanligini, Allohning rahmatiga, Allohning ne'mat berishiga muhtoj ekanligini, Alloh taolaning ehtiyoji bo'lgan barliq ne'matlarni uningga berib turadiganligini aslab, ko'nglida, qalbida Alloh taologa muhabbat bog'laydi. Alloh taolani chin qalbidan yaxshi ko'radi. Alloh taolani hamisha aslab, ulug'lab turdi. Bu qalb bilan, dil bilan qildi. Endi til bilan Alloh taolani zikr qiladi. La ilaha illalloh deydi. Subhanalloh deydi. Alhamdulillah deydi. Allohu akbar deydi. Bunun o'xshash zikrlarni atdiganda, kashda, kunduzda vaqt yetgan muddatcha ko'p o'qish orqali Alloh taolani zikr qiladi. Alloh taolani mushu ulug' sifatlari bilan tilga ilib Alloh taolani ulug'laydi. Mana shunday qilgan kishilar nijotlikqa erishadi deydi. Alloh taolani zikr qilishninki eng muhim ishi, eng ochiq ko'rinishi fasalla, namoz o'qish. Alloh taolo bu namoz o'qishni Alloh taolo buyurdi. Biz Alloh taoloninki shuncha ko'p sonsiz ne'matlarni berib turganligini aslagan vaqtimizda, shu qalbimizda Alloh taologa bo'lgan hurmatimiz, Alloh taologa bo'lgan ixlosimiz, aqidamiz kuchlanadi va Alloh taologa qandoq qilib shukr qilishimizni o'ylab, qandoq qilib shukr qilishimizni bilolmay qolamiz. Bu shukr qilishni Alloh taolo o'rgatib, namoz o'qisanglar, menga shukr qilgan bo'lsanglar deb bizni namoz o'qishni farz qilgan. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qishni bizga Alloh taolo buyurdi. Bizni shundoq yaratib, her dakika, her minut, her sekundda bizga sonsiz ne'matlarni berib turgan Rabbimizga hurmat qilib, Rabbimizni izzatlab, Rabbimizga o'zimizningki qul ekanligini izhor qilish uchun biz kunimizni namoz bilan boshlaymiz. Tang saharda, şu günninki birinci başlanışında o'rnimizdan turib, namoz bomdod namozini o'qish orqali Alloh taologa hurmatimizni bildirib, Alloh taoloni aslab, Alloh taoloni zikr qilib, bu kunimizga boshlaymiz. Ondan keyin ma'lum muddat ishlab turmushimizningki ishini qilgandan keyin yana dam oladigan vaqtimizda ishimizni to'xtab, yana Alloh taologa shukr qilish, Alloh taologa hurmat bildirish uchun peshin namozini o'qiymiz. Ondan keyin yana ma'lum muddat vaqt o'zimizningki kunlik ishlarimiz bilan mashg'ul bo'lgandan keyin asr vaqti kelgan chog'da yana Alloh taoloni aslash uchun ishimizni qo'yib, tahorat ilib, namoz o'qib, Alloh taoloni hurmatlaymiz, Alloh taologa hurmatimizni bildiramiz.
Onundan keyin kech bo'lgan chaqda namoz shamni o'qiymiz va yotadigan vaqtimizda yana Alloh taologa bizga shu kun bo'yicha bergan ne'matlarga shukr qilish yuzasidan Alloh taologa hurmatimizni va shukrimizni bejar keltirish uchun bu xufton namozini o'qib onundan keyin yotamiz. Mana bu namazlarninki Alloh taoloning shu bir kunda 5 vaqt namozni shu vaqtlarga belgilab bizni Alloh taolodan uzoqlashib ketmaslik, hamisha Allohni aslab Allohga yaqin bo'lib turishimiz uchun buyurgan. Endi bu namoz bizni Alloh taologa yaqinlashtirdi. Yuqorida deganimizdek namazning mohiyati nima uchun namoz o'qiymiz desak, namazning mohiyati asli biz Alloh taologa hurmatimizni bildirish, Alloh taoloni ulug'lash, Alloh taoloning ulug'ligi oldida o'zimizning ojizligini e'tirof qilib, Allohning oldida o'zimizningki ojiz banda ekanligini e'tirof qilib, uningga hurmat qilish. Şuna namazda takbir aytgandan keyin o'ri turib, qo'l bog'lab, oldimizdan boshqa hech joyga qaramay, sajda qilgan yerga qarab turib, qo'l bog'lab turib, Alloh taologa hurmat bildiramiz. Bu hurmat bildirgan jarayonda Alloh taolo Qur'oni Karimning oyatlaridan ma'lum sura Fatiha va boshqa oyatlarni o'qiymiz. Oyatlarni o'qish, o'ri turish orqali hurmat bildirgandan keyin texmi hurmatimizni chuqurlashtirish, texmi hurmatni kuchli bir holatda izhor qilish uchun egilimiz, ruku qilamiz. Bu belimizni egib, Alloh taoloning oldida egilib, Allohga hurmatimizni bildiramiz. Ondan keyin bundan texmi taraqqiy qilib, Allohga bo'lgan hurmatimiz, ixlosimizni texmi izhor qilish uchun beshimizni yerga qo'yib, sajda qilib, bu Allohga hurmatimizni bildiramiz. İnsanlık bizningki inson bo'lib yaratilishimiz boshqa mahluqlardan hammasidan ustun, hammasidan yuqori, hamma mahluqotlardan yuqori bo'lib turishimizningki uchun Alloh taolo bizni tik turadigan, tik ma'nolaydigan qilib yaratgan. Shu tik gibi qilgan qomatimizni egib Alloh taologa, shu bizni yaratgan Allohga hurmat bildirgandan keyin peshonamizni en ulug' joyimiz bo'lgan yuzimizni yerga qo'yib, Alloh taoloning oldida qandoq ojiz banda ekanligimizni bildirib, Allohning qandoq ulug'ligini bildirib, subhana robbiyal a'la, meniki eng Rabbim eng ulug', eng katta deb Allohga hurmatimizni bildiramiz. Namozningki ma'nosi buning shu. Hamda bu sajda qilish Alloh taologa hurmat bildirib, eng Allohga yaqin bo'lgan vaqt. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarningki Alloh taologa eng yaqin bo'lgan vaqtinglar sajda holatinglar. Sajda qilgan chaqda Alloh taologa duo qilinglar deydi. Yani Allah'ın huzurida, Allah'ın oldida unga hurmat qilib, ruku qilib, qiyamda turib, ondan keyin sajda qilib qilgan vaqtimizda Alloh taolo bizga eng yaqin bo'ladi. Biz Allohning huzurida eng yaqin martabaga yukselamiz, chiqamiz eng yuqori martabaga. Shu yaqinlashgan chaqda duo qilsanglar Alloh taolo duoyingni ijobat qilinglar deydi. Yine bu namaz bizni her türlü yaman işlerden, bad ahlaklardan, nachar kılıklardan, sert işlerden bizni tosudu. Namaz okugan bende Allah Teala'ga müşündak her gün başkatım Allah'ın aldığı ruku kılgan, secde kılgan, Allah Teala'nın aslap onun her türlü günahlarını mağfiret kılgan bende günahlardan uzak durduğun, jirak durduğun buldu.
Şoňa Allah Taala Kur'an-ı Kerimde innas salata tenha anil fahşai vel munkar. Bu namaz hakiki manasy bilen okulgan namaz insanny munkar yaman işlerden ve fahişe satkılıklardan, her türlü yaman ahlaklardan tosudu deydi. Ya güzel ahlaklarını insana özleştirirdi. Bu namaz olsa yine vakitnin kıymetini öğütüdü bizge. 5 vakit namazını hem Allah Teala onun vakitlerini belgilep koygan. Eğer şunu vaktini öz vaktinde okumasak o ötep gidiyor. Ötep ketkendiken biz günahkar oluruz. Şuna vakitini belgilep vakitning qimmatini bilib bu vaqt qanchalik qimmatlikan Alloh taolo bizga bergan 24 soat bir kunlik vaqtni qanday yaxshi ishlarga o'tkazishimiz kerak ekan. Buni behuda, foydasiz ya o'zimizga foydasi yo'q ya boshqalarga foydasi yo'q ishlarga o'tkazib olsak qanday ziyonlarni tortar ekanmiz deganni o'rgatadi bu namoz. Yine bu namaz bizge retlik, intizamchallikni o'rgatadi. Her işimizni öz vaqtida qilishni, kechiktirmaslikni o'rgatadi. Mana shu namozni öz vaqtida o'qib, namozning aralarida qildigan kunlik turmush ishlarimizni öz joyida, öz vaqtida qilsak, ham bu dunyoda ishlarimiz yaxshi bo'ladi, yaxshi natijalarga erishimiz, muvaffaqiyatlarga erishimiz, qutuqlarni qozonamiz. Bu namoz bizni Müslümanlıkның alameti bu namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge Müslüman böyle kafirinin o'rtasidagi alamet belge namazını terk etiş degan. Yani kafir namaz okumaydı. Müslüman degan namaz okuydu. Ben Müslüman deb qo'yib namaz okumasa bu kafir bilan hech qanday farq olmaydi. Shuning uchun bu namaz bizni kafir bilan Müslümanning o'rtasida ayirib turadigan narsa. Şoňa biz 5 vaqt namozni tark etmay, öz vaqtida, öz layiqida o'qiganimiz bizning haqiqiy musulmon bo'lganligimiz, haqiqiy mu'min bo'lganligimizning alomati. Yine kıyamet günü Allah Teala bendilerinin hesap algan vaxtida birinci qitim namazdan soraydı. Namazını vaxtida o'qidingmi, namozni qazo qilib etmay, tark etib etmay o'qidingmi deb so'raydi. Şoňa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bendidan qiyomat kuni Alloh taolo birinchi qitim namozdan so'raydi. Agar shu namozdan o'tib ketsa, ya'ni namozi yaxshi bo'lsa, namazını öz vaxtida, öz layiqida o'qigan bo'lsa, Alloh taoloning ki namazdan so'rgan savoliga yaxshi javob bera olsa, qolgan hisoblari oson bo'ladi deydi. Shuning uchun bu 5 vaqt namazının foydasi o'zimizga shunday foydali. Biz Alloh taoloning hürmetimizni bildiriş için, özümüzdeki acizlikini bildiriş için şunday namaz okuymiz. Ama bu namazın bizge keltiradigan faydası dep tüketkisiz şunday köp faydaları var. Şunun için bu namazga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Bu har qanday kishi, har qanday holatda namozni o'qib Alloh taologa bo'lgan bandichilik, qulchiligini qila oladi. Qolgan ibodatlar vaqtida, masalan, ro'za bir yilda bir qatim bir oy bo'ladi, haj umrida bir qatim bo'ladi kuchi yetgan odamga. Zakat puli va odamga keladi, ammo bu namoz hamma odamga, ayol, cho'ng, kichik, har qanday odamga, har qanday vaqtda, har qanday yerda ado qilib bo'ladigan, Alloh taologa bo'lgan o'zining bandilik, qulchilik vazifasini ado qilib bo'ladigan bir ibodat. Şuna bu ibadetlerinin en uluğu, bununla en qattiq ahamiyat berişimiz lazım. Bu bizni qutquzadigan, dünya ve ahireti qutquzadigan en mühim narsa, mana şu namazını öz vaqtida ado qilish.
Allah Taala hammamizni shu Qur'onni yaxshi o'qib, tushunib, amal qilishni nasib qilsin. Alloh taolo o'qigan namozlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Alloh taolo bizni har vaqt bu namozga ahamiyat berib, namozni tark etmay, o'z vaqtida o'qishni nasib qilsin. Allah Taala hammamizni iymon bilan yashab, iymon bilan ketishni nasib qilsin. Bu dunyodan o'tgan ulug' tuqqan ota-ona hammalarining gunohlarini mag'firat qilib, joyini jannat qilsin. Hammamizni qiyomat kunida Alloh taolo Rasulullohning va shu Qur'onning shafaati bilan jannatga kirishni nasib qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.